alaykum. Bugungi video darsimizda VR muhiti uchun 3D model yaratish jarayonini ko'rib chiqamiz. VR muhitlar uchun 3D obyekt yaratish bu nafaqat dizayn, balki texnik aniqlik va optimizatsiyalashni ham talab qiladigan murakkab jarayondir. Quyida VR uchun 3D modelni tayyorlashning asosiy bosqichlari ketma-ket va tizimli tarzda ko'rsatib o'tamiz. Model yaratish VR uchun obyektning geometrik asosini shakllantiradigan eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu bosqichda obyektning shakli, hajmi va umumiy ko'rinishini aniqlab olinadi. Asosiy jihatlariga model low-poly yondashuv asosida quriladi, chunki VR tizimi real vaqt rejimda ishlaydi. Agar tayyorlagan modelimizda ortiqcha yuzalarning soni ko'pligi yoki keraksiz nuqtalar, chiziqlar bo'lsa agar, ular tayyorlangan ilovamizda yoki proyektimizning qotishi yoki sekinlashuviga sabab bo'lishi mumkin. Shu uchun ularni qo'ldan kelgancha ko'rinmaydigan yoki ortiqcha yuzalar, facelar, nuqtalarni o'chirib tashlashimiz kerak hisoblanadi. Amaliy jihatdan Blenderda Edit mode orqali Vertex, Edge va facelar bilan model shakllantiradi. Mirror va Array kabi modifierlar ish tezligini oshiradi. Ya'ni Blender dasturi ichida shunday modifierlar borki, ishimizni anchagina qulay va oson olib borishimiz uchun ko'maklashadi. Bizning topologiyamiz toza bo'lishi kerak. Ya'ni oldin yuqorida aytib o'tganimdek, keraksiz facelar, nuqtalar, yuzalar bo'lmasligi kerak. Yana pedagogik ahamiyat jihatdan bu bosqichda talabaning fazoviy tafakkur va konstruktiv fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Keyingi bosqich teksturalash. Teksturalash 3D modelga rang, sirt va material xususiyatlarini berib, uni vizual jihatdan jonlantiradi. Asosiy talablarga PBR materialdan foydalanish tavsiya etiladi. Tekstura o'lchami, ya'ni VR muhit uchun 1K yoki 2K dan oshmasligi kerak. Bitta obyekt uchun qo'ldan kelgancha kamroq material ishlatishimiz kerak. Amaliy jarayonda UI unwrapping aniq va to'g'ri bajariladi. Albedo, normal, roughness, metallik xaritalar qo'llaniladi. Rang va yorqinlik ko'zga yoqimli, ammo charchatmaydigan bo'lishi zarur. VR muhiti uchun muhim bo'lgan omillardan yana biri noto'g'ri tekstura yoki ortiqcha materiallar FPS'ni pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni ma'lumot yetib kelishi sekinlashishi mumkin. Shu uchun ortiqcha narsalarni qo'ldan kelgancha kamaytirishimiz zarur. Uchinchidan, optimallashtirish VR samaradorligini ta'minlaydigan hal qiluvchi bosqichda asosiy vazifalarga poligon, ya'ni treslar sonini kamaytirish, keraksiz mesh va vertexlarni olib tashlash, tekstura va materiallarni birlashtirish kerak bo'ladi. Amaliy usullardan esa Decimate modifier yordamida yuzalar sonini qisqartirishimiz mumkin. Ya'ni modelimizda juda ham ko'p yuza bo'lsa agar, Decimate orqali qo'ldan kelgancha pasaytirsa agar, modelimizning ko'rinishiga ta'sir qilmasdan keraksiz facelarni olib tashlaydi. Yana normal map orqali murakkab detallar vizual tarzda saqlanadi. Bu amallarni barchasini to'g'ri va ketma-ketlikda bajarilsa, FPS barqaror bo'ladi. VRdagi lag, ya'ni kechikish kamayadi. Foydalanuvchida motion sickness xavfi pasayadi. 4-dan export for VR. Eksport tayyorlangan modelni VR platformaga mos formatda chiqarish jarayonidir. Eng ko'p ishlatiladigan formatlar FX formati juda ham keng tarqalgan. Uni Unity va Unreal Engine uchun juda ham ko'p foydalaniladi. FX formatini boshqa dasturlarda ham bemalol ishlatishimiz mumkin. OBJ formati statistik modellar uchun ishlatiladi hamda GLB AR uchun ishlatiladi. Eksportda e'tibor beriladi, ya'ni scale va rotation to'g'ri sozlangan bo'lishi kerak. Keraksiz kamera va lightinglar o'chirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni tayyorlangan modelimizda birdan ko'p
kamera bo'lsa agar, ikkinchi, uchinchi va boshqa kameralar o'chiriladi va lighting, ya'ni yorug'lik tushirish, yetarlicha yorug'lik tushirib, chiroyli qilingandan so'ng keraksiz chiroqlar, quyosh yoki spot kabi nur beruvchi narsalarni o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Chunki ularni o'chirib tashlash orqali biz modelimizdagi ortiqcha yorug'lik va kechikishlarni kamaytirishimiz mumkin. Eksportda 3 ta narsaga e'tibor beriladi. Scale va rotation to'g'ri sozlangan bo'lishi kerak. Keraksiz kamera va lightinglar o'chirilgan bo'lishi kerak va oxirida apply transform bajarilgan bo'lishi kerak. Natijada model VR muhitiga muammosiz yuklanadi va real vaqt rejimi orqali ishlaydi. Umumiy xulosa: VR uchun 3D model yaratish jarayoni quyidagi izchil bosqichlarda amalga oshiriladi. Birinchi model tayyorlanadi, keyin unga tekstura qo'yiladi va modelimiz optimallashtiriladi va umumiy natija tayyor bo'lgandan so'ng modelimizni o'zimiz xohlagan formatda eksport qilib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.